Oddiy misol, Bishkekka yuramiz mashinada. Bir yayraysan, yangilanib kelasan. Insonning tabiati bir xillikdan zerikadi. Bu uni tabiati. Doim rutinni ish, monotonni ish bir xilda. Ertaman turadi, do'konga boradi, keladi. Do'konga boradi, hech qanaqa bir yangilanishlik yo'q. Inson bu narsadan malollanadi. Shuning uchun hikmatda aytiladi, safar qalbdan g'amni aritadi, g'amni ko'taradi. O'zining yurtidan chiqqan vaqtida hayajonlanadi. Har bir manzil va joylardan o'tib borarkan, qalbi va a'zolarida lazzatni topadi. Tizilgan qishloqlar, bog'roqlar, chiroyli shaharlar, ularning tabiatlarini ko'rib, yuragiga xursandchilik to'ladi. Shaharlarni kezib yurib, avvallari ko'rmagan narsalarni ko'radi. Turli xil madaniyat va odatlar bilan tanishadi. Yo'lda, daraxtzorlarda, soya salqinlarda dam oladi. Xullas, safar qilgan inson yangilanadi.